Osiyoning rivojlangan davlatlaridan biri sifatida Yaponiya qishloq xo'jaligida ham ilg'or texnologiyalar yordamida yuqori sifatli, xavfsiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Biroq so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida mehnat qilayotganlar yetishmayotganligi kuzatilmoqda. Shu bois xorij mamlakatlardan Yaponiyaga kelib ishlash bilan birga qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishni istaydigan insonlarni qidiryapmiz. Yaponiyada dehqonchilik qilish, sabzavotlar, sholi, mevali daraxtlar, gullar va hokazolar yetishtirish yoki tovuq, cho'chqa, sut yoki go'sht uchun qoramol boqib, chorvachilik qilish mumkin. Asosiy vazifalar qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va chorva mollarini boqish hisoblanadi. Ammo sizga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish yoki oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va sotish kabi vazifalar ham topshirilishi mumkin. Bu video orqali siz Yaponiyaning qishloq xo'jaligida ishlash tizimi haqida bilib olasiz. Yaponiya qishloq xo'jaligida ishlashning 3 ta jarayoni bilan tanishtiramiz. Birinchisi, texnik amaliyotchi tayyorlash deb atalib, unda amaliyotchilarga ish orqali asosiy vazifalar o'rgatiladi. Ikkinchisi, birinchi darajali maxsus malakali ishchi deb ataladi va undagi ishtirokchilar oldindan amaliyotsiz ishga kirishishga tayyor bo'ladi. Uchinchisi, ikkinchi darajali maxsus malakali ishchi bo'lib, unda yanada ilg'or ko'nikmali va bilimli ishtirokchilar ishlaydi. Agar ish beruvchingiz sizni yuqori baholasa va siz ham buni istasangiz, texnik ishlab chiqarish amaliyoti darajasidan birinchi darajali maxsus malakali ishchi, keyin ikkinchi darajali maxsus malakali ishchi toifasiga o'tishingiz va uzoq muddat ishlashingiz mumkin. Tajriba orttirib, astoydil ishlasangiz, maoshingiz ham oshadi. Keyin texnik amaliyotchi sifatida ishlash jarayonini tushuntiramiz. Yuboruvchi tashkilot sizni Yaponiyaga ishlashga yuborish tartib-qoidalariga bo'ysunadigan tashkilot. Siz o'z mamlakatingizdagi yuboruvchi tashkilotga tegishli bo'lasiz va u yerda yapon tili va boshqa fanlarni o'rganib, ishga qabul qilish suhbatlarida qatnashasiz. Agar suhbatdan o'tsangiz, Yaponiyadagi nazorat organi deb nomlangan tashkilot sizga Yaponiyaga safar qilish va sizni yo'llagan qishloq xo'jaligi tashkilotida ishlash bo'yicha tartiblarda yordam beradi. Ish paytida qishloq xo'jaligi ko'nikmalariga ega bo'lasiz va muntazam ravishda sinovlardan o'tasiz. Texnik amaliyotchi 1 sifatida ish boshlaysiz va birinchi yil yakunida sinovdan o'tasiz. Agar sinovdan o'tsangiz, ikkinchi va uchinchi yillari texnik amaliyotchi 2 sifatida o'qitilasiz va 3-yil yana bir sinovdan o'tasiz. Bu sinovdan ham o'tsangiz, 4 va 5-yillar davomida texnik amaliyotchi 3 sifatida o'qishingiz mumkin. Bu sizga 5 yilgacha ishlash imkoniyatini beradi. Nazorat organi va siz amaliyot o'tayotgan fermerlardan yashash joyi va kundalik hayot masalalari bo'yicha dastak va tushuntirishlarni olasiz. Endi birinchi darajali maxsus malakali ishchi sifatida ishlash jarayonini tushuntiramiz. Birinchi darajali maxsus malakali ishchi bu ishga tayyor shaxs sifatida ishlash uchun berilgan rezident maqomi. Shuning uchun ma'lum darajadagi ko'nikmalar va yapon tilini bilishi talab etiladi. Shu sababli qishloq xo'jaligi va yapon tili ko'nikmalari bo'yicha sinovlardan o'tmaguningizcha ishlay olmaysiz. Shu bilan birga, agar qishloq xo'jaligi bo'yicha texnik amaliyotchi 2 kursini tugatgan bo'lsangiz, ushbu testlardan o'tmasdan turib, birinchi darajali maxsus malakali ishchi sifatida ishlashingiz mumkin. Agar Yaponiyaga sinovlardan o'tib kelsangiz, siz aslida yuboruvchi tashkilotga tegishli bo'lasiz va qishloq xo'jaligini boshqarish organlari bilan tanishtirilasiz. Bu yerda sinovlarga tayyorgarlik bilan birga ishlashingiz va suhbatlardan o'tishingiz mumkin. Yaponiyadagi tashkilotlar rezident maqomi va viza olishda sizga yordam beradi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha sinov, qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'nikmalarni baholash sinovi yoki ASAT deb ataladi. Sinovning 2 turi mavjud: dehqonchilik va chorvachilik bo'yicha. Shu bois o'zingiz ishlashni istagan sohani tanlang va sinovdan o'ting. Har bir davlatda sinovlar o'tkaziladigan joylarni tashkil qildik. Bunday joylarda kompyuter orqali sinovdan o'tasiz.
Sinovni ingliz yoki ona tilingizda topshirishingiz mumkin. Ammo qishloq xo'jaligi uchun yapon tilini tinglab tushunish savollari bor. Sinov savollarini ishlashda yordam beradigan darsliklarni internetda bepul topsangiz bo'ladi. Ular turli tillarga tarjima qilingan. Ularni yuklab olib, o'rganing. Yapon tili imtihoni uchun Japan Foundation Test for Basic Japanese (GFT Basic) yoki Japanese Language Proficiency Test (GLPT) topshirishingiz kerak bo'ladi. GLPT sinovida 5 ta daraja bo'lib, siz quyidan ikkinchi N4 darajasidan o'tishingiz kerak. GFT Basic sinovi yil davomida ASAT olinadigan joylarda topshirishingiz mumkin. Odatda GLPT sinovi iyul va dekabr oylarida belgilangan joylarda topshiriladi. Yaponiyada jami 5 yil bo'lishingiz mumkin. Ammo ishlash muddatingiz qabul qiluvchi tomon bilan tuzilgan mehnat shartnomasi mazmuniga bog'liq. 5 yil davomida uzluksiz ishlasangiz yoki mamlakatingizga orada kelib, keyin yana Yaponiyaga ishlash uchun qaytishingiz mumkin. Shuningdek, kuryerlik deb ataladigan ish usuli ham mavjud. Unda mavsumga qarab turli sohalarda yoki kompaniyalarda ishlaysiz. Yaponiyaga birinchi darajali maxsus malakali ishchi sifatida kelganingizda, hukumat tomonidan belgilangan 10 ta soha bo'yicha har xil turdagi yordam olishingiz mumkin. Bular yetib kelish va aeroportda kutib olishdan tortib, kundalik hayot uchun zarur dastak. Masalan, Yaponiyada kerak bo'ladigan bank hisobi ochish va turar joy ijaraga olishda yordamgacha kabilarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi darajali maxsus malakali ishchi bu ishlash uchun yanada ilg'or ko'nikmalarga ega rezident maqomi. Bunda birinchi darajali maxsus malakali ishchi uchun testdan ancha murakkab, qishloq xo'jaligi bo'yicha testdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi daraja uchun ASAT testini hozircha faqat Yaponiyada topshirish, test savollari esa yapon tilida bo'ladi. Umuman olganda, testni topshirish uchun qishloq xo'jaligida texnik amaliyotchi yoki birinchi darajali maxsus malakali ishchi sifatida 3 yildan ortiq tajribaga ega bo'lishingiz kerak. Texnik amaliyotchi yoki birinchi darajali maxsus malakali ishchidan farqli ravishda turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz bilan Yaponiyada yashashingiz mumkin. Maksimal qolish muddati yo'qligi sabab, mehnat shartnomangiz davomida Yaponiyada ishlashni davom ettirishingiz mumkin. Yaponiyada uzoq vaqt ishlashni xohlasangiz, uni sinab ko'ring. Endi umumiy ishlash sharoitlari haqida gaplashamiz. 2024-yilgi so'rovnoma ma'lumotlariga ko'ra, texnik amaliyotchining o'rtacha oylik ish haqi 182 ming yenni, maxsus malakali ishchiniki esa 211 ming yenni tashkil etgan. Bu o'rtacha ko'rsatkich. Haqiqiy maosh hudud va kompaniyaga bog'liq. Ijara va kommunal xizmatlar kabilarning haqiqiy xarajatlari maoshingizdan ushlab qolinadi. Qonun bilan belgilangan soliqlar va ijtimoiy sug'urta badallari ham ushlab qolinadi. Ammo kasal bo'lib qolsangiz yoki jarohatlansangiz, sug'urta badallari tufayli tibbiy xarajatlar arzonga tushadi. Aksariyat kompaniyalar har yili maoshni oshiradi. Shuningdek, ayrim kompaniyalar ko'p ishlaydigan yoki Yaponiyada haydovchilik guvohnomasini olganlarning maoshlarini oshiradi. Ish vaqtingiz kuniga 8 soat. Umuman olganda haftasiga 40 soat bilan cheklangan. Ammo bu soatlar ish ko'p paytlari ko'payishi va ish kam bo'lganda kamaytirilishi mumkin. Har hafta kamida 1 kun dam olasiz va haq to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqishingiz mumkin. Oilangiz bilan video muloqot qila olishingiz uchun ko'plab kompaniyalar o'z turar joylarida Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Katta alohida xonalar taklif qiluvchi yoki yangi binolar quruvchi kompaniyalar ham bor. Ba'zilar mahalliy festivallarda qatnashadi va yaponiyaliklar bilan muloqot qilishadi. Siz shaharda emas, balki qishloq hududida yashaysiz. Ammo mashina yoki velosipedda shaharga xarid uchun borishingiz mumkin. Ba'zi odamlar dam olish kunlarida hordiq uchun uzoq yo'lni bosib o'tishadi.
ijara va yashash xarajatlari qishloq joylarda shaharlarga qaraganda arzonroq va qishloqda pul tejash oson. Yaponiyaga kelishdan oldin ham, kelganingizdan keyin ham yapon tilini o'rganish kundalik hayotingiz uchun muhimdir. Internetda tilni o'rganishning turli vositalari mavjud. Ulardan foydalaning. Qishloq xo'jaligiga oid va qishloq xo'jaligi ishlarini bajarish usullari haqida elektron o'quv materiallari ham mavjud. Bundan tashqari, Yaponiyada yashash uchun zarur odob axloq qoidalarini o'rganing. Masalan, axlatni tashlash qoidalari. Yaponiya qishloq xo'jaligida xorijiy ishchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Yaponiyada uzoq vaqt davomida xotirjam ishlashingiz mumkin bo'lgan sharoitlar yaratilmoqda. Yaponiyada ishlashni maqsadingizga aylantiring.